6 noyabr 2025-yilda Mening yurtim telekanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 190-qismi namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun yangi hissiyotlar, sirlar va yurak o'g'rigi bilan to'la sahnalarni olib keladi. Har bir qism hayotiy voqealar va insoniy tuyg'ularni yanada chuqurroq ochib beradi. Serial markazida sevgi, xiyonat va murakkab tanlovlar turibdi. Qahramonlarning ichki dunyosi, ularning kechinmalari shunchalik tabiiyki, tomoshabin o'zini ularning o'rnida his qiladi. Aktyorlar o'yini esa alohida e'tiborga loyiq, samimiy, jonli va ishonarli. Musiqa va tasvirga olish uslubi filmning ruhiyatini yanada boyitadi. Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi yana bir bor o'zbek seriallari nafaqat dramatik, balki badiiy jihatdan ham yuksak darajada bo'lishini isbotlamoqda. Ushbu yangi qismni albatta tomosha qilish kerak, u mavsumdagi eng ta'sirli bo'lishi kutilmoqda.